Assalomu alaykum. Mening ismim Hamroya Mushtaribonu. Men o'ndan ortiq kitoblarni mutolaa qilganman va menga juda yoqqani Sariq Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq Demning o'limi asari. Bu shunchaki bolalar kitobi emas. Bunda yolg'onning umri qanchalik qisqa ekanligi haqidagi eng katta dars bordir. Asar qahramoni Hoshimjon sehrli qalpoqchasi yordamida oson yashashga urinishi uni mas'uliyatsizlik botqog'iga botiradi. Ammo yozuvchi uni bizga juda ta'sirli tushuntirib berdi. Kitobni o'qir ekansiz, dunyodagi eng katta mo'jiza sehrli buyumlarda emas, insonning o'z ilmi va mehnatida ekanligini tushunib yetasiz. Asar juda kulgili va yengil tilda yozilgan. Kitobni mutolaa qila turib, siz kulib yuborasiz, ammo har bir kulgi ostida achchiq haqiqat va katta tarbiya yotganini his qilasiz. Asardagi nom Sariq Demning o'limi. Bu aslida hech qanday Sariq Demning o'limi emas, insonning ichidagi yomon illatlarining mag'lubiyatidir. Do'stlarim, o'qing, mutolaa qiling, kitobni tahlil qiling, tushuning. Siz ham bu kitobni tez orada o'qib chiqasiz degan umiddaman.
bilan ezgulik, ibrat o'qilgan kitobdan yaxshi yor bo'lmas odamga. Dunyoni taniysan kitob tufayli, uni o'qi yoki tinglagin mayli. Kitobni o'qiganning umri chiroyli, kitobdan yaxshi yor bo'lmas odamga. Kitob bilim manbaidir. Agarda insonlar ko'plab kitoblarni o'qisa, ularning dunyoqarashi ham keng bo'ladi. Masalan, men 12 yoshimda kitobga mehr berganman va juda ko'plab kitoblarni mutolaa qilganman. Masalan, ikki ishkorasi, odam bo'lish qiyin, binafsha shu'lasi. Bu kitoblar menda juda ham ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni to'plashimga foydali va kerakli kitob bo'lgan. Shuningdek, tengdoshlarimga ham bu kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardim. Men O'ktambayeva Madina Bonu 45-maktab o'quvchisi. Bugun O'zbekiston Kitobxonlar yurti 4-respublika tanlovining tuman bosqichiga start berildi. Ushbu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirib, ularning dunyoqarashini kengaytirishdan iborat. Ushbu haftalik doirasida biz ma'naviy ma'rifiy targ'ibotchilar, tumandagi yozuvchi shoirlar bilan birgalikda turli xil tanlovlar, uchrashuvlar qilishni reja qilib oldik. Bugungi tadbirda yoshlarimiz o'zi o'qigan badiiy kitoblar orqali sahna ko'rinishlarini qilib, kitob taqdimotlarini o'zining tengdoshlariga namoyish qilishdi. Kitob o'qishdan asosiy maqsad yoshlarimizni barkamol avlod qilib tarbiyalashdan iborat. San'atbek Respublika Ma'naviyat Ma'rifat Markazi Hazoros tuman bo'linmasi rahbari. Bugun Hazoros tumanida kitobxonlik haftaligiga start berildi. Kitobxonlik haftaligi tadbiri juda chiroyli tarzda o'tdi. Biz 45-maktab jamoasi bu tadbirda qatnashdik. Bugun tadbirimizga shoir va shoiralar kelishdi. Biz ular bilan suhbat qurdik va o'zimizga juda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni. Men Rahimova Mahliyo 45-maktab o'quvchisi.